Voy meni kal tog'ajonim kelayotgan ekan bilmabman. Xo'sh, toshqan voy silindrini opaman. Toshni qayerdan topaman? Tog'amni qanday otaman? Endi shotganchani olamiz. Va davay oshxonaga tushamiz. Ko'rasizlarmi, qoyil qoldim. Kim o'zgartirgan bo'lsa ham qoyil uylarda ham ko'ramiz. Kerakli narsalar bo'lishi mumkin. Yaxshilab qarash kerak do'stlar. Hamma yerda kokonat topdik-a. Hamma yerda oy tog'ajonim. Salom do'stlar, Odilxon Play kanaliga xush kelibsizlar va do'stlar, bugun biz sizlar bilan birgalikda Granny 3 o'yinini o'ynab maza qilib dam olishga harakat qilamiz do'stlar. Agar sizlarga video jo'miz yo'q ekan bo'lsa, like va buni tugmasini bosib qo'yinglar. Do'stlar, keyin men bu o'yinda modlab tortdim. Ya'ni do'stlar, ishonmaysizlar, Granny xolani uyiga do'stlar qor yog'ibdi. Tasavvur qilasizlarmi? Granny xola qor yog'gandan Короче, etajlarda do'stlar teshiklarni yamab qo'ygan ekan. Do'stlar, bu o'yindagi narsalarning joyi ham o'zgarib ketgan. Mana do'stlar, qor yog'ib turibdi. Qoyilmisizlar do'stlar, Granny 3 o'yinida o'yin davomida do'stlar o'zgargan joylar ko'rishlaring mumkin. Kallalang porlab ketadi do'stlar. Men sizlarga garantiya beraman, bu modni tortish uchun Telegramga o'tinglar. Hamma modlar bor. Qoyil qolasizlar u modlarni ko'rib. Xo'sh, mana do'stlar, birinchi kunimiz boshlar sekingina turyapmiz. Ishqib Granny xolani uyda shamollab o'lib ketmaydi, buni olamiz. Birinchiga tez ol. Bu safar do'stlar tezlik bilan chiqishga harakat qilamiz. Xuddi inglizlar ekspert o'ynaganda tez kelib op do'stlar, короче, tez ochib tashlaydi-ku, biz ham xuddi shunday, lekin ular videosini tezlashtiramiz desa tezlashtirmaymiz. Qani, ochildi. Davay do'stlar, birinchi navbatda shu pastni ko'rib kelamiz, chunki pastda ham kerakli narsa bo'lishi mumkin. Keyin o'zlaringiz bilasizlar, bu metroga kirish azob bo'ladi. Mana shu robot jonimiz ham turibdi. Mana shu eshikni qo'ng'irog'imga VIP narsalar joyi o'zgargan desam qoyilmisizlar, ko'ryapsizlarmi? VIP umuman bu yerda turmasi. Xo'sh, robot jonishnigina baqiring. Qara do'stlar, biz mana bu yerda xolajon bilan tog'ajonni kutamiz. Menimcha do'stlar, kelmasligi ham mumkin, sovuqdan balkim dirdirab o'tirgan bo'lishi mumkin, lekin do'stlar kutamiz. Qani xolajonim kelyapsizmi? Noskash tog'amni ham olib keldingizmi tualetga? Tualetga debman do'stlar, uzr adashib ketdim. Короче, mana xolajonim keldi do'stlar, robotni tekshirgani, lekin meni noskash tog'am juda kelmaydiganga o'xshayapti-da. Chunki nima desam bo'lar, kallasi shamollab ketibdi do'stlar, o'zlaringiz tushunasizlar. Menimcha kelmasa kerak, lekin tog'a kelib qolmang, qo'lda shatkani bor. Do'stlar, короче, obunachining 50 tadan oshirib tashinglar, Granny 4 o'ynaydi. Mayli do'stlar, sizlarga ana 60 tadan oshirsalar Granny 5 o'ynaymiz. Qani do'stlar, buni uni yopamiz. Xo'sh, meni tog'ajonim qotlarda yurgan ekan deb do'stlar, sekingina tepaga chiqamiz. Xo'sh, tog'ajon qotlarda yuribsiz? Yaxshi do'stlar. Xo'sh, xonasida ham yo'q ekan. Biz esa do'stlar zudlik bilan mana bu yerdan weapon'ni olamiz. Qani birachkam yerga mayli do'stlar. Короче, ovoz chiqarmasin degandim. Xo'sh, do'stlar, metroni kerakli narsasi. Cho'tki. Voy meni kal tog'ajonim kelayotgan ekan bilmabman. Eshiklarni yopamiz va yoshinib turamiz. Buni ol. Amayli do'stlar, ulgurmadik. Meni kal tog'am kelib qoldi, ko'rlangmi? Kallasiga tufurib yuborardim u. Mana do'stlar, eshikni ochdi. Nimadirlar deyapti o'zicha. Tog'a o'zbekcha gapiring, men inglizchaga tushunmayman. Nimadir deyapti do'stlar. Vaho deyapti. Mayli do'stlar, ketsin. Eng yomoni mana raketgan tashiganimga xolajonim kelmasa bo'ldi. Xo'sh, mana shu eshikni xolajonim, siz ham shu degansiz-ku. Navay do'stlar, sekingina ochamiz. Xolajonim g'oyib bo'lib qoldi. Kallasi deb o'ylabman. Короче, metroni to'g'irib, tog'ani kallasi deb o'ylabman. Yaxshi. Yuringlar do'stlar, shunday sovuq qaranglar. Mana qaranglar, tepa teshik ko'ryapsizlarmi? Bu yoqlarda ham ko'ramiz, tog'a qotib turibsiz. Endi men toshni qanday topaman do'stlar? Tosh ham qorda tayda qolib ketgan deydi do'stlar, shu hisobda. Birinchiga tosh bermang, hozir tosh kerak. Qoram do'stlar, dahshat yog'yapti. Chiroyli, cho'tka atmosfera. Prosta men qorda yaltirashiga to'g'risi tosh ham ko'rinmayapti do'stlar. Salgina noqulay beryapti-yu, lekin o'yinga gap yo'q. Короче, qish payti kelib qo'ydik-da, endi xolajonim degan. Bu yerda yog'och bor ekan. Keyinchalik yog'ochni ham olishimiz mumkin. Hozircha kerak emas, chunki hozir metrodan qochamiz deyapmiz do'stlar. Xo'sh, tog'ajon kelib qolmasa bo'ldi. Endi toshni qanday topaman do'stlar? Mana qoram yaltirab, короче, ko'zni yomon o'ynatyapti-da, mana shu qor bor-ku. Xo'sh, tog'ajon, kelyapsizmi? Kelayotgan bo'lsangiz, kelyapman deb yuboringlar. Xo'sh, tosh qani voy silindrini opaman. Toshni qayerdan topaman? Tog'amni qanday otaman? Olamni qanday otaman endi? Bekor qishda kelibman. Mana shu Granny menda boshqacha modlari ham bor. To'lib-otdi, ishonaveringlar. O'ynashimni xohlasalaring do'stlar, shunday padeshgina xolajonim. Xola, uyga kiring, shamollab qolasiz. Shamollab qolsangiz, men keyin xolajonimni quvvatdan topaman. Xolajon, shamollatasiz, kim bilan o'ynayman? Bitta ham tosh topmadim bor-ku, qoyilmisizlar? O'zlaringam xolajonim bizga qaytyapti. Menimcha nasihatimni olib. Xo'sh, tog'ajonim menimcha uxlagani ketyapti. Yerto'laga tushib chiqibdi. Bular yerto'lasi bu degan tualetda bekorga ochmagan.
Osh birechka, aynan kakras xolayim kelyapti. Izimizdan do'stlar ko'rdi. Kakras tog'ajon shunday uxlavoring. Qanishayotgan jani shundaygina cho'zib qo'ying, sizga yarashmaydi-da. Osh hozircha xolajonim kelmadi. Mana shu o'qni ham olib qo'yamiz. Har ehtimolga qarshi. Qarochi tog'ani shatganini uxlatdik do'stlar. Bu yerga qopqon qo'yib ketdi. Xola, men farosatim qanchalar kuchliligiga aqlingiz yetmadimi? Endi shu qopqonga tushadi deb o'ylaganda, endi do'stlar, o'ylagan tepada ham qor yog'yapti do'stlar, qoyil. Qarg'ani olsak, xola bilan tog'a ko'chaga ham buni mana shu yerga qo'yib turamiz. Do'stlar, xola bilan tog'a tomni ustiga ham chiqoladi. Davay trenkiyni topdim, qoyilmaqom, bugun metrodan suramizmi deymanda, lekin ko'zalarni yig'ish azob do'stlar, mencha ko'zalarni yig'ishimizga ham to'g'ri kelar. Qani birachko. Endi xola bilan tog'a mana shu yerga ham chiqoladi do'stlar, ya'ni tomga hozir do'stlar ozgincha kutamiz, hozir birontasi keladi. Garantiya do'stlar chiqib keladi. Hozir qarab turinglar. Chiqishi bilan biz pastga suramiz. Xola ham tog'a ham chiqoladi. O'ynaganlar bo'lsa biladi yo videosini ko'rganlar bo'lsa, men ham birovdan ko'rib do'stlar tortyapman. O'sh nima kelmayapti? Qarg'an, keldi tog'ani ko'rlagan do'stlar chiqib kelganini. Davay do'stlar sakraymiz. O'sha mashinada o'q bor do'stlar, davay mashinada. Voy, Silendrin opa. Do'stlar uyda ko'rsatardim sizlarga ichini o'zgargan joylarini. Prosta o'ynayapman-da, o'sha o'qta bo'lmaydi. Demak, xolajon, tog'ajon, kenglar sizlar ishlaring bitiraman, sovuqda qiynalib o'tirmanglar. Indamagina yonimga chiqsalaring, o'zim ishlaring bitirib beraman. Meni xolajonim. Xola, peshonavering, sizdan yaxshi ko'radigan odamim yo'q bu dunyoda. 2 daqiqa 30 sekundga ketdi. O'zi har doim do'stlar yaxshi ko'rganlarni xafa qilish kerak, to'g'rimi tog'a? Qarang, o'zi mana ularni tez-tez tashab qo'yay, hozir mana yerda tashashga azob bo'ladi. Unda xolajonim turib qolsa, buni tashab qo'yamiz. Mayli, tushmasa ham shuni olib qo'yaylik do'stlar. Keyinchalik farosatimiz o'chib qolgan payt do'stlar, buyoqqa tashalmay qolishimiz mumkin-da. Xo'sh, eshik deb nimaga yopasan birachka, hozir tashlaydigan narsamiz bor-ku, nima voyes? Silendrin opa. Davay do'stlar, olamiz va o'qni to'ldiramiz. Va qarochi do'stlar, buni mana shu yerga tashab qo'yamiz. Mana trenkiyni tashladim. Sal qo'zza do'stlar, esimdan chiqib ketardi trenkiyni tashagan. Tasavvur qilyapsizlarmi? Davay do'stlar, buni ham shundaygina tashab qo'yamiz. Va ketdik do'stlar. Meni shatgancham qotdi, mana meni shatgancham. Menga shunday yoqadi do'stlar. Menda o'yinlar qilib yotibdi, borki Play Marketda hamma horror o'yin bor. Qaror qaysidan video chiqarishni bilmayapman do'stlar. To'lib ketgan. Ishonaveringlar. O'z tog'amni, xolamni tirilib qolmagan bo'lsin-da. Lekin easy rejimda turibdi. Xudo xohlasa likelar, obunalar ko'paysa do'stlar, kuchli rejimlarda ham o'ynayveramiz. Qani birachka. Shu tepalarda mana shundaygina bir Silendrin opa, mana kokonat bor ekan, davay. Buni mana shu yerga qo'yib turamiz do'stlar. Davay, mana shu kokonatni olamiz. Va do'stlar, davay tepaga chiqib ketamiz. Xola bilan tog'a tomdusiga ham chiqoladi. Tasavvur qilasizlarmi? Mod Telegramda. Telegramga o'tib obuna bo'linglar. Faqat Telegram kanalimga modlar tashiyman. Buni mana shu yerga tashib qo'yamiz. Va do'stlar, mana bu yerdan tushamiz. Ko'rasizlarmi? Mana etaj almashgan. O'ynasalar qoyil qolasizlar. O'sha mana ko'rib turibsizlarmi? Singan joyi yo'q do'stlar, 3-etajda. 2-etaj bilan 3-etaj shunday almashtirib qo'ygan. Buni qanday qilganimni bilmayman, mana shunday qittada do'stlar. Qarochi bundan ham boshqacha modlar bor, Telegramga o'tinglar. Davaylar, endi sevimli qirolchani olmasak o'yin qiziq ketmaydiganga o'xshayapti-da, cho'ta. Xo'sh, birachka, endi qarochi o'rtada etajga tushishimiz kerak. Yagona tushishni yo'li bu do'stlar, lift. Qarochi lift kutamiz. O'zi xolamni, tog'amni mana shu 3-etajda tirilib qolmasa bo'ldi. Qo'limda shatgan voy, obajon, endi siz Zaynab qilmay turing. Sizni bekorga Zaynab demaskanda Silendrin opam xonasini ko'ryapsizlarmi? Mana bu yerda teshikni yamagani sabab tepadan qor tushganda do'stlar, mana liftchamiz ham keldi, chiqib bo'lishi bilan qarochi, bo'ldi do'stlar, chiqib ham bo'pti. Davay. Endi do'stlar, keyingi bekat 2-etaj. 2-etajga chiqish originalda oson, lekin modlanganda va shu yerda qiyin. Yagona yo'l liftda, shuning uchun normalga qo'ymam. O'sha mana ko'rib turibsizlarmi, mana bu oshxonaga tushsak bo'ladi do'stlar. Qoyilmisizlar? Davay buni shu yerga tashib turamiz va bu yerlarni tekshiramiz. Mana ko'ryapsizlarmi? Joylari ham o'zgarib ketgan narsalarni. Qoyilmaqom. Hozir do'stlar, buni mana bu tomondan tashib qo'yaylik. O'zimizni odatiy joydan. Davay. Endi shatganchani olamiz. Va davay oshxonaga tushamiz. Ko'ryapsizlarmi? Qoyil qoldim. Kim o'zgartirgan bo'lsa ham qoyil, bu yerlarni ham ko'ramiz. Kerakli narsalar bo'lishi mumkin. Yaxshilab qarash kerak do'stlar. Hamma yerda kokonat topdik-a. Hamma yerda tog'ajonim, yurakchani yordingiz-ku, kutmagandim tog'a. Xotiningiz ham ish qilib uyda ichida bo'lsin-da. Uyda ichida o'ynab turinglar. Mana kokonat izlab yotam. Tog'a qolashni uyda ichida o'ynab turinglar. Sovuqda nima qilasizlar? To'g'rimi? Oyoqlarim muzlab ketyapti. Shamollab qolmasam bo'ldi. Grenni xola endi siz uyingizga kelib. Pul chiqdi, pul. Ko'proq tanga chiqqanda yoki bir $100 tashlasa bo'lmasmidi?
Petroga bermasa shuni eshigidan qochib yuborardim do'stlar. 100 dollarlikdan tashaganda. Tabii buni otib qo'yamiz bo'yni tog'a mana yoqdan ketuvdi. Xola ham shu yerto'lalarda yuribdimi deb o'ylayapman-da. Bu faqat meni fikrim. Xo'sh, xolajonim, chiqib qaytib kirib ketdi. O'zimizni har doimgidek do'stlar sevimlashayotgan jani shundaygina olib boramiz. Xolajon, quvvatli edingiz, shundaygina bittagina menga 100 changizni shundaygina ko'rsatib yuboring. Mana meni xolam, bilmaganlar bilib qo'ysin, meni xolam dunyo go'zali deb orqasidan otib boramiz. Endi meni dunyo go'zali degan tog'am quvvatda yuribdi. Tog'ajon, quvvatda yursiz. Menimcha kelmasa ham kerak, noz kayf tutayotgan bo'lsa, kelmaydi do'stlar. Ganeshni tog'a oshxona tomonlarda yuradi, yiqitib bo'lamiz. Yaxshi do'stlar, kelmadim, o'qitib qo'yamiz. Xo'sh, bilechki endi mana shu tomonlarda ham mana shu kerak edi. Davay, menimcha tog'a noz kayfini olib yuribdi do'stlar, noz kayf edi. Xola o'lib ketami? Voy, Slendrin opa, junga tegdingiz, chiqmay turing. Xo'sh, tog'ajon, quvvatlardan, tog'ajonim ko'chayib ketayotgan ekan. Yaxshi do'stlar, izidan eshik yo'q qo'yamiz. Mana tog' xolam ham yo'qoldi. Hozir qayerdandir chiqib keladi. Davay do'stlar, buni tashlaymiz. Menimcha qosh chiqmadi do'stlar. Hamma narsasini yig'ib tashlagan deb o'ylayapman. Nima qoldi deb o'ylaysizlar? Metroga nima qolgan bo'lishi mumkin? Menimcha hamma narsasini yig'dik-ku do'stlar. Bu meni shaxsiy fikrim, yana ham bilmam. Xo'sh, qarochi, narsalar do'stlar yaqinlashtirib qo'yaveramiz. Buni yoqdan 10 yilish azob bo'ladi. Eng yomoni hozir xola turib qoladi do'stlar. Keyin Zaynab qila xolam bilasizlar qanday injiqligini ushlagan joyini uzib oladi borku xola. Xo'sh, xolajonim, kelmay turing, shundagina ishlarimni bitirib olay. Davay, qoyilmaqomchilik tez yutaman deb o'ylamadim. Voy, Slendrin opa, Zaynab qildingiz. Keyingi safar do'stlar mana shu modda qaroch eshigidan suramiz. Oxirida shunday finalcha qilib boraman. Ya'ni finalcha nima degani? Hammasidan surib boramiz degani bu. Xo'sh, hozircha bizga pul kerak do'stlar. 100 dollarlikdan tashaganda seriyosni eshigidan qochib borardim. Ammo tashamadi. Bu videoni do'stlar bugun chiqaraman, mayli sizlar uchun. Chunki bitta obunachim so'radi, chiqaring dedi. Bugun video chiqargan bo'lsam ham mayli. Obunachi, voy, tog'ajon, endigina gapirayotgandim. Duxti yomon olib qo'ydingiz, lekin tog'amni chipdan olamiz. Davay deb. Tog'a duxti yomon oldingiz, unday duxti olmang. Duxsasda bo'lib qolsam ukamga o'xshab keyin chiqolmay o'tiraman bitta teshikdan. Tog'a ketdimi? Kana menimcha ketgan bo'lsa kerak-a. Sekingina boramiz do'stlar, sekingina. To'y, kal tog'a, voy, oqa. Gapdan qoldirasizlar oxiri meni. Kasal-pasal qilmasalaring bo'ldi. Tamam, mana shu yerda yoshinib turamiz. Qoyil qutuldik bu kalboshdan. Endi hozir xolam tushib keladi do'stlar metroga. Xola tushsa lekin do'stlar yeman yedirib qo'yadi. Ana tog'ajonim ham sekingina ketyapti. Xo'sh, kommentariy yozinglar. Tog'a kuchlimi, xolami? Ya'ni nima desam, buni rasm tushib ketdimi deb qo'rqibman. Ya'ni tog'a kachokmi, xolami? Qaysi birini gavdasi kuchliroq? Mana shu eshik yo'q, keyinchalik do'stlar esdan chiqib ketishi mumkin. Tabii narsalar olib kelaveramiz. Prosta xolajon shuni kiymagan bo'l. Iltimosda xola, o'zingiz bilasiz, bizda u og'ayinchilik kuchli. Tabii sekingina olamiz. Yana birov chiqib kelsa lekin do'stlar, tabii chiqib kelmadi. Ana temirni tushirmasdan do'stlar buni tugni yoqib yuborishimiz kerak deb bo'lsam, xola kelib oladi yerto'laga, keyin yerto'lada yana Xo'sh, davay, mana shunday qilib do'stlar tushirmasdan qilsa bo'ladi. Voy, o'tgan videoda qildim, bu safar o'xshamadi. Davay, tez-tez borib bir narsani olib kelamiz. Xolajonim ham yerto'lachaga kelyapti. Bir narsa qilib do'stlar shu tibada qoldirish iloji yo'qmikan? Shu xolamni chalg'itib. Xo'sh, davay, mana metroni shumagini olamiz va xolajonim kelmayapsizmi? Uncha kelmayotgan bo'lsa, mana shu yerga tashlasak o'z chiqmasmikan? Yo'q do'stlar, o'z chiqmas ekanda. Mayli do'stlar, buni shundagina tashaveramiz, barib o'z chiqdim. Voy, xolajonim ham kelayotgan kalt bor shu yerda. Davay do'stlar, kalt olamiz, xola keldi do'stlar. Davay suramiz tez-tez bu birachga. Shunagina bizga surib o'raylik. Ko'rlaymi xolajonimni kelib qolganini. Voy, Slendrin opa, qo'rqitmay turing. Xo'sh, xolajon unutganga o'xshayapti. Menimcha xola unutgan bo'lsa kerak. Davay do'stlar, metroni bu kaltini qo'yib kelamiz. Qani birachga bu mana bu yerga edi. Endi do'stlar, metroni asosiy boshqargichini olib kelsak, qarochi metrodan surdik. Bugungi videomiz vobsheta qisqa bo'lib qoldi. Menimcha sizlarga ham qisqa video yoqsa kerak. Yana ham bilmadim, bu mening shaxsiy fikrim. Xo'sh, xolajon yo'q ekan do'stlar, kalori ham yo'q. Yaxshi, sovuqda qaltirib yurgandirda deb. Menimcha shunday bo'lsa kerak. Lekin hali do'stlar bu o'yindan vashida ko'p video chiqaraman. O'zim ham qiziqdim. Etajlar almashgan, cho'tki. Davay, keyingi bekat Shorchi stansiya do'stlar, Surxondaryodagi surxondaryoliklar bo'lsa, Surxondaryo sela deb yozib yuborsam xursand bo'lardim. Xo'sh, mana do'stlar suryapmiz metrodan, Greenli 3 o'yindan moddan. Modda do'stlar addish Telegramdan yuklab o'ynanglar, sizlar ham maza qilasiz, praktikada o'ynasalar ham. Mana do'stlar xolam bilan tog'am qarab qoldi. Qo'shimchasiga Slendrin opa. Slendrin opa albatta keyingi safar sizga o'yinchog'ingizni beraman. Boshqa narsadan qochsam ham.